Filmlarda ko'rayotgan jasur bolalar 5 yoshli qizaloqni pedofil qo'lidan qutqarib qolishdi. 28-may kuni Rossiyaning Tyumen shahrida 44 yoshli mast erkak 5 yoshli qizaloqni ko'p qavatli uyning kirish qismiga sudrab kirib, unga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilishga uringan. Qizaloq yordam so'rab qichqira boshlagan. Uning ovozini eshitgan bir guruh bolalar darhol voqea joyiga yugurib kelgan va kattalarni yordamga chaqirgan. Ushbu voqea yaqin atrofdagi ayolning e'tiborini tortgan. Ayol darhol kirish yo'lagiga kirib, qizchani erkak qo'lidan qutqarib qolgan. Qizaloqni qutqarib qolgan ayolning aytishicha, u tasodifan qo'shni hovliga kirib qolgan va bolalarning qichqirayotganini eshitgan. Bolalar qo'lidagi qizni olib ketayotgan erkakni to'xtatishga uringan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 44 yoshli erkak sudda aybini tan olgan va qilmishidan pushaymon ekanini bildirgan. Sud qaroriga ko'ra gumonlanuvchi 2 oy muddatga qamoqqa olingan. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qalampirni kuzatishda davom eting.